Paxtakor jamoasi. 12-raqamli darvozada Vladimir Nazarov, 10-chi Roman Papariga, 11-chi Jambuli Jigauri. Paxtakor muxlislari telekameralarning qarama-qarshi tomonida va ular ham yo'l-yo'lakay namoyish etilishi aniq. 2-0. Alijonovdan diagonal uzatma, hujum chizig'iga Sergeyevga atalgan to'p desak mubolag'a bo'lmaydi. Paxtakor futbolchilari to'pni egallab oldi. Sobirxo'jayev to'pni chap tomonga yetkazib beryapti. Flamarion undan uzatma bor. Xavfli vaziyat, zarba yo'llandi va xohlagandek tushmadi. Uchrashuvning 7-daqiqasiga kelib nihoyat maydonda sal jonlanish paydo bo'ldi. Paxtakor futbolchilari unchalik oson bo'lmasligi aniq bugungi o'yinda. Menimcha imkon qadar ancha orqaroqda harakat qiladi. Himoya chizig'i tomonda Sardor to'pni qabul qilib oldi. Zarba yo'llandi. Abdurauf Bo'riyev. Bu ikkinchi xavfli vaziyat. Azbek Turg'unboyev ekan. Uzoq yillar davomida terma jamoamiz sharafini himoya qilib kelgan asosiy tarkibda va uning darvozasi oldida hozir tahlikali vaziyat edi. Borib ko'raman dedi. Asrorni yiqilib tush. Ham degan edim va Paxtakorda imkoniyat 11 metrlik belgi. G'ofurov, Sergeyev hamda Quvvatov. O'ziga xos duel. Zarba yo'llandi. Gol. Paxtakor 21-daqiqada hisobni ochyapti. Igor Sergeyev o'zining 17-golini raqib darvozasiga yo'llamoqda. Igor Sergeyev Mustaqim Boboqulov, Diyor Rahmatullayevlar maydonga tushishlari mumkin. Hozir esa Paxtakorning hujumkor o'yini va tahdidlari bilan o'yin davom etmoqda. Alijonovdan gol kiritilibdi. Bizda texnik muammo va bu gol Zaid Tahsinga tegishli. Sizga qanday ta'sir qilgan bo'lsa, menga ham xuddi shunday ta'sir qilyapti. Afsuski, chunki golga nisbatan o'sha reaksiya, emotsiya berish afsuski ko'ngildagidek bo'lmaydi. Bu bo'lib turadigan jarayon, to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Hojiakbar Alijonovdan ajoyib uzatma. Zaid Tahsindan esa chiroyli gol. Mutlaqo chiroyli, mutlaqo ishonch bilan kiritilgan gol. 2-0. Muhammad Rasul yaxshi harakat qildi. Menimcha hushtak chalindi birinchi taym yakunlanganligi haqida. Bo'ldi, vaqt bo'ldi. Vaqtni kutishayotgan deb taxmin qildim. Ikkinchi taymga start berildi. 88-raqamda. O'rnida esa 19-raqamda boya aytib o'tgandik, Ilhomjon Kenjaboyev. Xavfli vaziyat Paxtakor tomonidan Azbek Turg'unboyev. Yana ko'rib olamiz. Chap qanotdan uyushtirilgan hujum. Hojimatdan uzatma, Azbek Turg'unboyevdan esa zarba noaniq ketgan. Hojiakbar Alijonov, Hojimat Erkinov, Sardor Sobirxo'jayev, Abdurauf Bo'riyev, Flamarion, Azbek Turg'unboyev, Igor Sergeyev, Kamoliddin Tojiyev bosh murabbiy. Uchrashuv hakami. O'rtaga voy. Muhammad Rasul Abdumajidov qanday og'riqni his qilganligini tasavvur qilish qiyin emas.
Shifokorlarsiz masala hal bo'ldi deb aytgan edim. Haqiqiy yigit sabab bo'ladi. Va endi uzun kesil ko'pchilik masala hal deb o'ylayotgan bo'lishligi tabiiy. Chunki qarshi hujumga o'tib ketsa, Qizilqum birinchi taymda qarshi hujumga o'ta olishligini, bo'lib ham ancha xavfli vaziyatlarni vujudga keltira olishligini ko'rsatgan edi. Shahzodbek Rahmatullayev jarima maydoni ichida zarba yo'lladi. Bir o'zi. Ibrohim Ibragimov maydonga tushgandan so'ng yana bir zarba va zo'r zarba. Salgina noaniq izoh berishga harakat qilaman, lekin boshqa narsa haqida gapirmoqchi edim. Akmal Rustamov yetakchiga qarshi o'yinga shogirdlarni ancha yaxshi tayyorlay olgan. Faqat yana qaytarib aytaman, o'sha ijro masalasi yana 11 metrlikmi. Bar ko'rib chiqayotgan ekan. Bekor bo'lish ehtimoli ham bor. Olim To'ychiyevni chaqiryapti. Ruslan Seriziddinov. Xo'sh. Sen Basharni qoldirdi hukmida. Igor Sergeyev, Sanjar Quvvatov uchrashuvda ikkinchi marotaba qarama-qarshilik va bunisi ham Igor Sergeyevning muvaffaqiyati bilan yakunlanyapti. 3-0. 82-daqiqada Paxtakor ikkinchi penaltini ham aniq ijro etish ortidan yirik hisobni qayd etyapti. Behruzbek Asqarov Abdurauf Bo'riyev o'rnida harakat qiladi. Ikkinchi o'zgarish Bobur Abduxoliqov Sergeyevni almashtirsa kerak. Yaxshi uzatma. Resan Bashar o'zi kirib kelmoqda, zarba yo'lladi, yerlatib Sanjar Quvvatov. Turopov egallab turgan o'rnida qarshilik ko'rsatuvchi ikkita futbolchi bor edi. Bobomurod Bozorov o'zi tepadimi, o'zi tepdi. To'ppa-to'g'ri qildi Bobomurod. Hali ham var bilan gaplashyapti va o'yinni to'xtatdi. Paxtakor Qizilqum 3-0. Kannavaraga kim yoqdi, yoqmadi bilmadim-u.